Ramasi butun, yili yangiroq, puli arzon bo'lsin, sotib turgan egasi pulni betiga qaramaydigan bo'lsin deb zakaz qiladigan to'raxon akamlar bor. Aynan o'shalar uchun yaxshi sostenada samasval topib qo'ydim. Ma'lumotlarni beraman. Siz ham to'raxon akamga o'xshagingiz kelsa, bitta like deb bosib, videoni oxirigacha ko'ring. To'liqroq ma'lumotni pastki raqamlardan olishingiz mumkin. Texnikamizning yagona kamchiligi shu 10 ta ballon xolos. 30-40% atrofida, qolgan hech qayerida hech qanday kamchiligi yo'q. Motorlari remont qilingan, vali krugovoy bir marta ishlangan ekan. Kompressor, apparat, rulovoy gur hammasi yangi qo'yilgan. Rulovoy gurni yevrosidan qo'yganman ekan. Rullari vaqti yengil deb egalari aytib o'tishdi. Texnikamiz 90-yilda ishlab chiqarilgan. Zavodskoy samasval. Aytib o'tganimizdek, faqatgina yagona aybi ballonlari. Hadovoy chasida umuman rasxoti yo'q, ko'ringlar. Resorlari ham zavod holatida. Ayniqsa buni ramasi absolutni toza aka. Umuman treshinasi yo'q, javob deb egalari aytib o'tishdi. Lekin orqa bortlariga borib 5 baho. Rangi ham juda chiroyli. Kuzovning holati ham zo'r holatda turibdi, ko'ringlar. Bu oranjiy svetni o'zi Kamazlar legenda qilib yuradi shekilliga. 30-40 yildan beri shu svetda Kamazga yarashadi xolos, faqatgina. Yevrolar ham shu svetda chiqyapti, ko'ringlar. Haqiqatda Kamazga zo'r yarashadi. Kamaz uchun yaratilgan svet deb o'ylayman men. Kabinaga faqatgina yevro vetrov yetishmayapti. Seri svetga sepib, qatirib olsalaring, 180 gradusga Kamazning sifati o'zgaradi. Buni Kamaz haydaydigan akalarimiz yaxshi bilishadi. Bu texnikamiz Samarqand viloyati Urgut tumanida turibdi. Ekranda pastga egalarning nomerini qoldirib qo'ydim. Xotirjam aloqaga chiqib, yana ham to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Narxini 7,5 ming dollar so'rashyapti. Yana savdolashadigan joyi bor. Lekin aka korotkasi dlitllargacha ishlaydi. Moslarni ko'tarib boshqatdan qo'yganman. Umuman ovoz yo'q. Texnikada faqatgina yagona kamchilik ballon deb aytishdi. Haqiqatan ham shu ishlar qilingan bo'lsa, meni shaxsiy fikrim, narxini yaxshi aytishyapti. Borib yana savdolashsalaring, sizlar o'ylagandan ham pastroq narxga berib yuborishlari mumkin. Savdolaringni bersin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Like esa bitta like bosib ketishni ham unutmanglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik.